bizda yozib oldik, ya'ni mana shu qatlamdagi usullarni nomlari, nomi, uzunligi ularni yozib oldik, ularni kengaytmalarini qo'ydik. Finish ketamiz. Mana bu joyda bitta qatlam chiqdi. Xo'p, jarayon qanaqa bo'lganini qisqacha ko'rdingiz-ku. Endi u birinchi yaratgan chegara degan edi. Mana bunda mana shu ishni yana ekranni ochiq holatda o'ng tarafini bosib, chiqlasini qaytadan voy qatlam yarashdi. Farqini ko'rib chiqing. Qanaqa farqi bor. Boyagi yarataman. Ha. Voy. Koordinatani. Hali. Hop, nimadir xato berdi. Nima deydi? Dedi, nomi xatomi? Yaroqsiz. Hop. Oldin ishlatilgan. Demak, buni o'rniga, ya'ni oldin ishlatilgan deganda u tepada. Buni mana bir deb nomlaymiz. Oldingi qatlamda, ya'ni mana shu bazani ichida-ku ko'rishim mumkin. Bir xil nomdagi bazani qatlam o'zgartirdik. Bunga ham xuddi boyagidek deb nomni mana bu tekstni har doim tanlash uchun nomiga nima deb yozdim, buni enterni bossam, mana ba'zi biza tekstdan boshqa kengaytma bosib tanlab tekstda cheklan, ya'ni istoriya berish qanaqa doston simullar, ya'ni leng uzunligi double hop bo'ldi. Bu bizada bitta qatlam keldi. Endi sizlarga savol. Sal tezlashib nimadir farqi bo'ldimi? Mana bu bilan mana bu nima farqi? Ham joyda hozir koordinata tanlamadim. To'g'rimi? Men koordinatani mana bunda tanlab bo'ldim. To'g'rimi? Hammasi. Farqi bormikan? Ha. Tushundingizku, ha? Mana buni o'chirib tashlaymiz. Ustiga bosib turib, buni bosamiz, yo bo'lmasam o'ng tarafini bosgan holatda delete ni bossak, o'chirib tashlasak. Tushundingizku shu joyni? Hop. Yana bir qatlam yaratamiz. Endi tumanni maydoni bo'lishi to'g'rimi? Faqat chiziqli qatlam emas, maydonli qatlam bo'lishi kerak. Maydonli. Hop, viloyatnikini yo'q. Viloyat. Lekin tumanniki. Tuman. Maydon. Pastda chiziq qo'ysak bo'ladi. Maydon. Faqat bitta shu element poligon. Bizga endi uni maydoni ham kerak. Chegarasi bo'lgandan keyin albatta uni bitta maydonini maydon
Poligonni tanlaydi. Poligon. Judayam keyin bitta galsiyam qo'yib qo'yamiz pastga. Dali bosamiz. Tuman bo'lgandan keyin o'sha tumanni qaysidir nomini yozib qo'yish mumkin. Qaysi uchun Anis Jahongir nomi. To'g'ridan to'g'ri enterni bosaman. Nima chiqdi? X qo'yib oldim. Endi bo'lishi mumkin. Hozir tumanni yana qaysi ma'lumotlarni biza kiritmoqchi o'ylab qaraymiz. Hozir bizdagi aholisi kerakmi? Aholisi aholi soni agar qaysi birlikda ko'rsatmoqchi bo'lsak, hozir 1000 kishi deymiz. Biza ana ortiqcha nollarni yo'qotish maqsadida tepasida qiymatini double deganimiz bu son qiymat. Yo'q. Bu joyini qachon yozamiz? Aholi punktini, ya'ni tumanni va boshqani biza obyektlarsiz bo'lgandan keyin mana shunga nisbatan biza son tuman chegarasi mana shu tumanga 3000 ta odam, 5000 ta odam, 3000 ta odam sonni qo'yib uni kengaytmasin. Mana shu deb kelgan. Qiymati mayli bo'lishi mumkin. Misol uchun maydonni maydonni bu ham double. Maydonini kesishimiz mumkin. Gektarda va kvadrat kilometr va kilometr kvadrat, misol uchun kvadrat kilometr. Yana kesishimiz mumkin. Nimani kessak? Tumandagi, misol uchun mehmonxonalar soni. To'g'rimi? Kessak bo'ladimi? Ham alohida yozsam, qabristonda soni yozsam, yo'llari, misol uchun qoliplari soni. O'xshagan ma'lumotlarni vaqt yozadi. Keyin yana qo'shsak bo'ladi. Ma'lumot finish. Endi mana bu joyda nima deyapti? Aholi qabul lozim. Siz yozmaysiz. Pastiga faqat bu yerda dasturda pastiga oladi. Kireni olmaydi. Faqat endi qarasak farqi bor ekan, mana chiziqli, hamma chiziqli. Nuqtalida nima ko'p? Hop, nuqtada bunga shart emas. Boshqa bir narsani yaratadi. To'g'ri, qaytamiz. Mana bu. Davomsam mana bu. Qaytamiz. Mana shu joyda qaytadan yana qatlan. Ya'ni cheklash. Chegarani bo'ldi. Aholi obyekt